Aytishlaricha, bu voqea hayotdan olingan. Alpinistlar klubiga a'zo bo'lgan 4 ta student tog'li joyga chiqishadi va tez orada qorong'i tushib, kuchli bo'ron ko'tariladi. Studentlar baxtiga daraxtlar orasida xarob bir kulbani topishadi va ular o'sha kulbaga yashirinishadi. Kulbaning ichi qorong'i va sovuq bo'ladi. Agarda ular ertalabgacha o'sha yerda uxlab qolishsa, muzlab qolishlarini aytib o'tishadi. Studentlar kechasida muzlab qolmasligi uchun harakat qilishni rejalashtiradi. Unga ko'ra, har bitta student xonaning bitta burchagiga turadi. Xonaning birinchi burchagida turgan birinchi student xonaning ikkinchi burchagida turgan ikkinchi studenti oldiga yugurib boradi va o'sha yerda qoladi. Ikkinchi student esa xonaning ikkinchi burchagidan xonaning uchinchi burchagiga uchinchi student turgan joyga yugurib boradi va o'sha yerda turadi. Uchinchi student esa xonaning to'rtinchi burchagida turgan to'rtinchi studenti oldiga boradi va o'sha yerda turadi. O'yin shu tarzda ertalabgacha davom etadi. Ertalab esa studentlarni qutqarganini qutqaruvchilar keladi va ulardan qanday qilib ertalabgacha muzlab qolmaganliklarini so'rashadi. Studentlarning rejasini eshitgan qutqaruvchilar hayron qolishadi va ularga savol berishadi. Agar xonaning birinchi burchagida turgan birinchi student xonaning ikkinchi burchagidagi turgan ikkinchi studenti oldiga yugurib borsa va o'sha yerda qolsa, ikkinchi burchakdagi ikkinchi student xonaning uchinchi burchagida turgan uchinchi studenti oldiga yugurib borsa va o'sha yerda qolsa, uchinchi burchakdagi student xonaning to'rtinchi burchagida turgan to'rtinchi studenti oldiga yugurib borsa, to'rtinchi burchakda turgan to'rtinchi student kimning oldiga yugurib borgan? Ya'ni 5-chi odam kim edi? Demak, xonada 4 ta studentdan tashqari birinchi burchakda yana 5-chi kishi bo'lgan. Studentlar qo'rqqanidan bir-biriga qarab 5-chi odam kim edi deb savol berishadi.